Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli mehribonlar, uylanmagan bo'ydaqlar. Bo'ydaqlikda vaqtincha vazifasini bajarib turgan ukaxonlarimiz. Mana bugun biz Quvasoyda ukaxonimizni tutdik. Bugun chotki qilib xudo xolasa safdan badara qilgani baxt mashinasida kelib turibmiz. Akam bilan birgalikda xizmatdamiz, xudo xolasa. Akam yomon yordam berib yuborarlar-da, yengil o'tkazib berarlar-da. Ukajonim, kayfiyatlar qalay? Nechinchi yil? 96. Dinozavrlar davrining oxirgi namoyandasi. Yana bormi? Sizniki Nokia bo'ladi. Kayfiyat zo'rmi axir? Mashina ko'yingizdagidami? Biz endi kuruglarni hammasini pastga o'tkazib bo'ldim, to'layni. Yoshligimizdan siz olib yurasiz. Qo'y. Eng ko'p sizlarga xizmat qilgan o'zim bo'lsa kerak. Endi u paytlarda Instagram yo'q edi, lekin hozir mana Instagram chiqib ketdi, xudo xolasa. Hem orqada qolgan bo'ydaqlarga bitta zo'r tilak qilib yuboring, что bular ham bir o'g'anib ketsin. Baxtini topsin. Ilohim. O'zingiz qanaqa qilib tanishdingiz mana kelin bilan? Topib berishdi. Oson bo'lgan yo'q baribir, ha? Oldingilar aytardi, ko'rishimiz yetilib ketdi deshardi, qozoqlar o'rib. Lekin qolganlarga oson bo'lsin, xudo xolasa to'ylarni ko'rib yuraveraylik, birga bo'lib. Shunaqa mashinalarda baxt mashinasida yurishlik nasib qilsin ularga ham. Hamma zo'r tilaklar, hamma yaxshi tilaklar sizlar uchun bo'lyapti. Mana ko'ryapsizlarmi, qanaqa sizlarga tilaklar qilishni? Bor gapiravering. Biz ishni boshladik ama. Aka, ana yo'lga bitta qo'yapmiz, istaganida shu bilan sening uyida. Bo'lishni o'tkazib oldi. Siz ham to'yingiz mashinani chiroyli qilib o'tkazib berish, xudo xolasa niyatimizda bor. Alo qilasiz. O'tkazib. Ammo grafigim to'lib qolyapti, xushyor bo'linglar, ulgurmay qolasizlar. Assalomu alaykum mehribonlarim. Bugun lirik chekinish qilmasak bo'lmaydi. Maxsus bo'ydoqjonlar uchun bag'ishlangan. Tinglang. Bo'ydoqning dardi og'ir. Tunda uyqu kelmaydi. Ichidan o'tgan hisni o'zidan o'ziga bilmaydi. Tilla bering, zar bering, uni aslo olmaydi. Chunki xo'rning, go'zalning o'rnini bosmaydi. Uxlamaydi, tush ko'rmaydi. Yo'lda to'g'ri yurmaydi. Yesa ichga kirmaydi. Halovatni bilmaydi. Uylanmagan bo'ydoqning dardin hech kim so'rmaydi. Chunki ochiq ko'zlari dardini sira ko'rmaydi. Uylantiring bo'ydoqni, ko'rsin u ham hayotni. Mani qaqaldoq, baqaldoq bo'ydoqjonlarimga, promaxlarimga bag'ishlanadi. Shunaqa she'rlar bilan sizlarni mamnun qilib yuruvchi Akmaljon bo'ldi. Like papskani aymayapsizlar, ko'ryapman. Sizlar uchun mehnatdaman. Sog' bo'lasizlar. Assalomu alaykum hurmatli baqaloqlarim. Endi bugun men va nihoyat sevimli Marg'ilonimga keldim men bugun. Mana bugun xudo xolasa yayilmadan to'yda biz mana kuyov bolani. Endi bu kuyov bolani bugun tug'ilgan kuni degan gapda. Nima deydi? Uylanish kuni tug'ilgan kun bilan bir xil kun ekanda. Bugun sening tug'ilgan kuning. Tabriklayman do'stim. Mana bola bugun svidetel, xudo xolasa. Aka, endi tilaklarni daridan bo'lsin endi. Siz o'rtoqsizlar, sinfdoshmisizlar, qanaqasizlar? O'rtoq, Ko'chada o'rtoq. Endi qani bitta zo'ridan tilaydi, u daridan hamma eslab qoladiganidan. O'rtoq, tabriklayman. Xudo xolasa, qo'sha qarib, o'zingdan ko'payib zo'r bolalar bo'lishsin, tarbiyali bolalar bo'lishsin, tabriklayman. Birinchisi O'g'il bo'lsa, o'g'il. Bering aka, men operatorda ham olaman-da, hozir yangitmanglar. Mana tilaklarni ko'rdilar, zo'rlarini. Hozir so'raylikchi, nima uylanganmi yo'q? Uylanganmisiz yo'q? Yo'q. Battar bo'lgan bo'lsa, meni klientim ekan. Xudo xolasa sizga ham kelaman shunaqa. Ayazdan tortib olib ketamiz bo'ydali safidan. Keyin kayfiyatlar zo'rmi? Endi 5-10 minut ag'va bo'lar ekan, baribir iloji yo'q ekan. Kelin so'kmadilarmi? Ukajonim, sizni tilagingiz o'tadi. Mana hozir uylanmagan. Endi Marg'ilonimiz o'zimiz bolalariga endi bitta qanaqa bir ko'ngildagi gap. Ko'pchilik uylanish mazzada boryapti, lekin Hamma yo'q. nechinchi yil? 2002. 2001larda bugun bu yil rekordi shekilli. Hamma shu 2002, 2001lar to'yini o'tkazyapman. Qo'yilami? Nima mavsumlaring kelibdi, haqiqatdan ham. Bitta ham haligi 2001 dona uchrab qoldi, bitta 2006da, qolgani 2001, 2002-yillar xudo xolasa. Hammalaringizga shunaqa bir baxt tilaymizki, ashkiyo bolalarga xursand bo'lib yurishlik. Mashina nima deyapti, jigar? Ko'nglingizdagidaymi? Akam ham xizmatdalar mana xudo xolasa.
xizmatda yoryapmiz, lekin kuzatib borganlaringiz uchun mingdan ming tashakkur aytamiz. Xudo xolasa shu bolalardaqa baxtli bo'lib, baxt mashinasida ketishlik hammalaringizga nasib qilsin. Xudo xolasa biz shuni tarafdorimiz, harakatdamiz. Kuzatib borganlaring uchun rahmat.